qishda ham nafis ko'rinish mumkinligini isbotlaydigan dvoykalarimiz keldi. Bu dvoykamiz 3 xil svetidan bor. Qora, bardovik va xuddi shunaqa korичневый svetidan. Plashovka ko'ylaklarimiz ichida shunaqa bazalari ham bor. Bazalarni отдельно kiysangiz ham bo'ladi. Fasonlari o'zgacha chiroyli, yonida tugmachalari bor. Tugmachalar yashirin. Chiroyli shunaqa biser bilan qo'l ishlari qilib chiqishgan. Razmerlari Zarnigorda ustidagi 38 dan 44 gacha. Meni ustimdagidan esa 44 dan 50 gacha kelgan. Qizlar, Turkiya brend mahsuloti, juda ham toza brend. Qaranglar, bu ko'pchilikda juda ham sevib kiyadigan liboslarini brendidan. Bu liboslarimiz 2026 kolleksiyasi hisoblanadi. Hit prodaja bo'lgan liboslarimizni hozirda nalichida bor. Ulgurib olib ketishingiz mumkin. Orqalari ham mana shunaqangi ajoyib bejirim bezatilgan. Qomatni bildirmaydi. Umradan kelgan xudo opalarimiz uchun ham juda ham yaxshi tanlov. Ushbu libosimiz tugab qolmasdan tezligini bahosga tushirib tugatib qo'ydik. Mast ayladi, sarmast ayladi. Mening yuraginimga ishqni joyladi. Voy mast